Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Bugun sizlar bilan yo'l belgilarida keyingi mavzuni o'tamiz. Bugungi mavzumiz ogohlantiruvchi yo'l belgilari. Belgi nomidan ham o'zi bilinib turibdi. Ogohlantiruvchi, ya'ni haydovchilarga qandaydir xavf haqida oldindan ogohlantiradi. Xo'p. Endi ogohlantiruvchi belgilar deyarli 51 ta yana keyinchalik qo'shilishi mumkin. Hozircha lekin shular. Mana bu belgilarning hammasi ogohlantiruvchi belgilar. Ogohlantiruvchi belgilar shakliga ko'ra uchburchak, sathi qizil, ichidagi foni oq rangda, ko'rinish ichidagi tasviri qora rangda bo'ladi. Bular hammasi ogohlantiruvchi yo'l belgilari. Endi yo'l belgilari yo'lda mana shu holatda o'rnatilishi mumkin, ya'ni bitta, ikkita, uchta yoki to'rtta ham bo'lishi mumkin yo'l belgilari. Mana shu holat yo'l belgilarining ko'rinishlari. Endi yo'l belgilari yo'lda umumiy o'rnatilgan balandliklari ko'rsatilgan bo'ladi. 1,5-2 metr. 1,5-2 metrda. Qatnov qismida o'rnatiladiganlari 5 metrdan 6 metrgacha mana shu shaklda o'rnatilishi mumkin qatnov qismida yo'l belgilari. Xo'p, endi yo'l belgilari bor, taniqli belgilar bor. Bularning farqi nimada desak, taniqli belgilar faqat transport vositalarida o'rnatiladi. Ya'ni avtopoyezd, mana bu tirkamali yuk avtomobillarini belgilash uchun o'rnatiladi. Yani uchburchak shaklda sariq yoki 3 ta sariq chiroqlar yonma-yon turgan. Bunisi uchburchakning ichida T harfi yozilgan turkumli shina o'rnatilgan transport vositalari. Endi boshqaruvni o'rgatuvchi transport vositasi mana o'rgatuvchi U harfi yozilgan bo'ladi. Bunisi esa kar-soqov yoki haydovchi boshqarayotgan avtomobil. Kar-soqov boshqaradigan avtomobilda agar haydovchisi shu kar yoki soqov bo'ladigan bo'lsa, mana shu belgini o'rnatib oladi. Xo'p, bolalar guruhini tashkil etayotgan transport vositalari. Bolalar guruhini tashkil etayotgan transport vositalarida ham aynan mana shu oldi va orqa tomonda taniqli belgi o'rnatiladi. Endi bunisi nogironlik tasviri tushirilgan, nogironlik haydovchisi boshqarayotgan avtomobil. Bu ham xuddi shunday taniqli belgi oldi va orqa tomonda o'rnatiladi. Endi bunisi shifokor, haydovchi shifokor. Agar haydovchi shifokor bo'lsa, shu belgini o'rnatish mumkin. Keyingisi xavfli yuk tashiyotgan avtomobil. Bunisi xavfli yuk tashiyotgan avtomobilning taniqli belgisi. Bu tezlik cheklangan, ya'ni avtomobillarda texnik tavsifnomasida ko'rsatilgan tezligi shu yerda ko'rsatiladi. 70 bo'lsa, o'sha avtomobil 70 tezlikda yura oladi, eng yuqori tezlik. Undan ortiq yura olmaydi. Katta o'lchamli yuk avtomobili. Endi yuk avtomobillari yuk ortib olganda belgilangan belgini o'rnatish kerak bo'ladi. Mana shu belgini o'rnatsa, qolgan haydovchilar o'sha yuk avtomobili taniqani qo'yib olgan, taniqli belgi qo'yib olgan, uni yuklari gabaritlaridan chiqib turgan bo'lishi mumkin. Katta o'lchamli yukligini bildirib turadi. Endi falokat sababli to'xtash, ya'ni har xil xavf-xatar yo'l belgisi. Buni haydovchi qachonki majburiy to'xtaganda qatnov qismining chetlarida o'sha belgini aholi yashash joyida 15, aholi yashash joyidan tashqarida 30 metrda o'rnatish kerak. Avtomobildan hisoblanadi bu. Endi bunisi umumiy avtomobillarni, tirkamali avtomobillarning uzunligi 20 metrgacha ruxsat etilgan. Agar 20 metrdan ortiq bo'ladigan bo'lsa, hududiy yo'l harakati xavfsizligidan ruxsat olib, mana bu taniqli belgini qo'ysa bo'ladi. Bunda endi 26 metrdan ortiq bo'lsa, uzun bo'lsa, shu belgi qo'yiladi. Xo'p, belgilar mazmun jihatdan 7 guruhga bo'linib, har bir belgiga tegishli raqam berilgan. Bu raqamlar 2 yoki 3 raqamdan iborat bo'ladi. Birinchi raqam tegishli guruhni ko'rsatadi. Ya'ni 7 ta guruhga bo'linyapti. Birinchi guruhga bo'lsa 1 raqami, ikkinchi guruhni bo'lsa 2 raqami, uchinchi guruh bo'lsa 3 raqami, 4 bo'lsa 4,
va hokazo 7 gacha davom etib ketaveradi. Xo'p, ikkinchi raqam guruh ichidagi tartib soni, uchinchisi esa turini bildiradi. Ya'ni o'sha birinchi guruhdagi ikkinchi tartib raqami, uchinchisi birinchi yoki uchinchi turi. Birinchisi bormi? Masalan, 1 3 bo'lishi mumkin. Uni 4 ham bo'lishi mumkin yoki 1 ham bo'lishi mumkin. Shuni turini bildiradi. Endi ko'cha, yo'l tomorqalariga o'rnatiladigan belgilarning o'lchamlari davlat namunasiga ko'ra, ya'ni davlat standarti bor. DST deyiladi. 2009-yilda binoan bajarilishib o'rnatiladi. Ya'ni shu davlat standartlariga muvofiq ravishda yo'l belgilari o'rnatiladi. Yo'l belgilari davlat namunasi 2009 asosida yo'lning o'ng tomonida yoki qatnov qismining ustida o'rnatiladi. Ayrim holatlarda ajratuvchi mintaqada va yo'lning chap tomonida dublering qo'shimcha ravishda o'rnatiladi. Bu xavfli yo'l kesishmalarida, tramvay, temir yo'l izlarida ko'pincha o'rnatiladi shu belgi. Chap tomonida ham, o'ng tomonida ham o'rnatiladi yo'lning. Muhim axborot beruvchi ba'zi belgilar bir o'rnalishida ketma-ket 2 marotaba o'rnatiladi. Ya'ni ketma-ket yana takrorlanadi, haydovchini diqqatini tortish maqsadida. Ogohlantiruvchi belgilar xavf-xatar haqida ogohlantirish uchun umumiy qabul qilish ramzlari, ya'ni harflar yoki simvollar deydi, shakllar. Ogohlantiruvchi belgilar asosan qizil hoshiyali, asosi oq, teng tomonli uchburchak ko'rinishida bo'ladi. Lekin ba'zi bir izli va ko'p izli temir yo'l burilishining yo'nalishi, temir yo'l kesishmasining yaqinlashuvi kabi ogohlantiruvchi yo'l belgilari uchburchak shaklda emas. Ogohlantiruvchi belgilarning vazifasi ogohlantiruvchi belgilar yo'l harakat qatnashchilariga harakatlanayotgan yo'llarida vaziyatga qarab chora ko'rishni talab qiladi. Ya'ni ba'zi bir joylarda tezlikni pasaytirish kerak, ba'zi bir joylarda haydovchi hushyorligini tortish maqsadida o'rnatiladi ogohlantiruvchi belgilar. Xo'p, ularning xususiyatlari to'g'risida ogohlantiradi, ya'ni haydovchini qandaydir xavf-xatardan oldindan ogohlantiradi va haydovchi e'tiborni shu xavfga qaratib, oldindan ehtiyot choralarini ko'rishga chaqiradi. Ya'ni mana bu holat tepada aytganimdek, yo'lning o'ng tomonida yoki chap tomonda o'rnatilishi mumkin yoki qatnov qismini tepasida o'rnatiladi. Mana shu shakllar bu yerda hozir umumiy 9 ta shakl ko'rinyapti. Mana 3 ta bu tomonda, o'rtada 3 ta, bu tomonda 3 ta. O'sha shaklda o'rnatilgan bo'lishi mumkin yo'l belgilari. Xo'p, endi boshlaymiz. Birinchi yo'l belgisi, ya'ni shlagbaumli temir yo'l kesishmasi. E'tibor bersalaringiz, 1 bilan boshlanyapti. Bu birinchi toifani, birinchi guruhga tegishli yo'l belgisi. Shunda shlagbaumli temir yo'l kesishmasiga 3 burchak shakl, foni oq, ichida qora simlov, ya'ni mana bu shakl ko'rsatilgan. Bu yerda nimani tushunsak bo'ladi bu belgida? Bu belgi aholi punktlarida yo'lning temir yo'l kesishmasidan o'tayotgan qismida 50-100 metr oldida masofada o'rnatiladi. Bunday temir yo'l kesishmalarida shlagbaumni harakatini tartibga soluvchi svetofor va tovush moslama bilan jihozlangan bo'lib, kesishma orqali harakatlangan temir yo'l navbatchisi nazorat qiladi. Ya'ni mana shu biz kesib o'tmoqchi bo'lgan temir yo'l izida navbatchi va shlagbaum svetofor o'rnatilgan bo'ladi. Shunda bu shlagbaumni, ya'ni tartibga solingan bo'ladi o'tadigan kesishmamiz. Shlagbaumli temir yo'l kesishmasi belgisi haydovchi yo'lning o'ta xavfli qismlarida borligi haqida ogohlantirib, aholi punktlaridan tashqarida 150-300 metr oldin, shuningdek xavf-xatarga 50 metrda kam bo'lgan masofada qolganda ham takroriy o'rnatiladi. Ya'ni umumiy xavf-xatarda doim yaqin qolganda, ya'ni 50 metrda yaqinda qolganda, xavfga 50 metr qolganda o'rnatiladi bu belgi. Yo'lning temir yo'l kesishmasi o'tgan qismida ehtiyot choralarini ko'rgan holda ruxsat berilgandan keyin o'tish kerak bo'ladi haydovchi. Xo'p, mana bu yerda ko'rsatilyapti 50-100, bu aholi yashash joyining ichida. Aholi yashash joyidan tashqarida 150-300 metrda belgi o'rnatiladi. Xavf-xatarga yaqin qolganda 50 metrda ham o'rnatiladi. Shunda bu temir yo'l kesishmasida navbatchi nima qilib turadi? Temir yo'lni nazoratga kuzatib turadi. Haydovchilar qoida buzmas ekanligini ogohlantirib turadi. Xo'p, 1-2
shlagbaumsiz temir yo'l kesishmasi. Ya'ni mana bu yerda shlagbaum bor edi, 1/1da, endi 1/2da shlagbaum yo'q bo'lgan bo'ladi. Shunda temir yo'l kesishmasida shlagbaumsiz bo'ladi. Mana bu belgi o'rnatilgandan keyin haydovchi bu belgilar oralig'i bir-biridan farq qiladi. Farq qilgandan keyin haydovchi nima qilish kerak bo'ladi? Temir yo'l kesmasiga yaqinlashayotganligini qo'shimcha ravishda o'rnatiladi. Xo'p, keyingisi 1/1 bir izli temir yo'l va 1/2 ko'p izli temir yo'l kesishmasi. Bu belgi mana bunisi 1/1 bir izli temir yo'l kesishmasi belgisi, bunisi ko'p izli temir yo'l kesishmasi yo'l belgisi. Ya'ni bunda faqat temir yo'l izi bitta bo'ladi. Bunisida ko'p izli bo'lishi mumkin. Ya'ni 2 ta bo'lishi mumkin, 3 ta bo'lishi mumkin. Buni yarimdan kesilgan shakldagi ko'rinishi ko'p izli temir yo'l kesishmasini bildiradi. Xo'p, ushbu yo'l belgisi haydovchi bir izli va 2 va undan ortiq ko'p izli shlagbaumsiz temir yo'l kesishmalariga borligi haqida qo'shimcha ravishda ogohlantiradi va bevosita shlagbaum bilan jihozlanmagan temir yo'l kesishmasida oldida eng yaqin relsdan 20 metrdan kam bo'lgan masofada shlagbaumsiz temir yo'l kesishmasi oldida o'rnatiladi. Bunda 1/1 bir izli temir yo'l va 1/2 esa ko'p izli temir yo'l kesishmasi anglatadi. Haydovchi yo'lning bu qismida zarur ehtiyot choralarini ko'rib harakatlanishi kerak bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda shlagbaum yo'q. Boya 1/1da shlagbaum bor edi. Bunda esa shlagbaum yo'q. Shunda haydovchi ehtiyot choralarini ko'rib faqat stop chizig'ida yoki stop chizig'i bo'lmaganda stop belgisini xayoliy to'g'ri chizib, shu yerda to'xtab turib kutib turish kerak bo'ladi. Xavfli yo'qligini ishonch hosil qilgandan keyin harakatni davom etkazadi. Xo'p, keyingisi 1/4 to 1/4 gacha bo'lgan belgilar. Bular o'ng tomonda 3 tasi, o'ng tomonda chap tomonda 3 tasi o'rnatiladi. Endi bu nima uchun? Biz shlagbaumsiz temir yo'l kesishmasiga yaqinlashayotganligimizni, ya'ni xavfga yaqinlashayotganligimizni qo'shimcha ravishda ogohlantiradi. Ushbu yo'l belgisi aholi yashash joylaridan tashqarida haydovchining temir yo'l kesishmalarida yaqinlashish darajasini ko'rsatadi va 1/1 shlagbaumli temir yo'l kesishmasi yoki 1/2 shlagbaumsiz temir yo'l kesishmasi yo'l belgilari bilan birgalikda o'rnatiladi. Bu belgi shlagbaumli yoki shlagbaumsiz bo'lgan temir yo'l kesishmalarida o'rnatiladi. Haydovchi nima qilish kerak bo'ladi? Qatnov qismida kesishmada temir yo'l xavfli kesishmasi bor. Shuni bizlarga qo'shimcha ravishda ogohlantiradi. Bu yo'l belgilarining asosiy maqsadi haydovchilarning temir yo'l kesishmalarida e'tiborini yanada kuchliroq qaratishdan iborat. Zarur hollarda keyingi yo'llarda ushbu belgilar qo'shimcha ravishda yo'lning chap tomonida ham qo'yiladi. Haydovchi temir yo'l kesishmasida yaqinlashayotganda tezlikni kamaytirish kerak bo'ladi. Mana bu hozir aytganim 1/4dan to 1/6 gacha chap tomonda ham o'rnatilyapti. Qatnov qismini qo'shimcha ravishda agar shunga ehtiyoj bo'lsa, haydovchini yana ogohlantirish maqsadida o'rnatilyapti. Haydovchi bu belgida tezlikni pasaytirib, harakatni xavf yo'qligiga ishonch hosil qilgandan keyin davom ettirish kerak bo'ladi. Bu ikkala belgida ham o'rnatilgan, ya'ni shlagbaumli temir yo'l kesishmasi 1/1, 1/2 shlagbaumsiz temir yo'l kesishmasi. Shu belgilar bilan birga o'rnatilishi mumkin. Xo'p, keyingisi 1/5 tramvay yo'l bilan kesishuv. Ushbu belgi xavfli chorrahalarda yoki chorrahadan tashqari joyda yo'lning qatnov qismi kesishmasi o'tayotgan tramvay yo'llar oldida shu belgi bilan birga aholi yashaydigan punktlarda kirishdagi birinchi tramvay yo'l kesishmasi oldida o'rnatiladi va haydovchini bu haqida ogohlantiradi. Haydovchi bunday yo'lda ehtiyot choralarini ko'rib harakatlanish kerak. Zero relsli transport vositalari imtiyozga ega bo'lib, chorrahadan tashqarida haydovchilar tramvayga yo'l berishlari lozim. Bu holatda aholi turar joyida yoki mahalladan chiqadiganda birinchi temir yo'l tramvay kesishmasida bu belgi o'rnatiladi. Haydovchi bu yerda chorrahaga tashqarida tramvayga yo'l berish kerak bo'ladi.
Endi mana bu rasmda asosiy yo'l yo'nalishi hozir oq avtomobilda. Tramvay nima qilish kerak bo'ladi? Shunda oq avtomobil agar bu yerda ko'rsatilgan bo'lsa, yo'nalishlari, shunda tramvay ustunlikka ega bo'ladi. Keyingisi 1.6 teng ahamiyatli yo'llar kesishuvi. Bu belgi ustida qanday qoplama, asfalt, beton yoki toshli bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni asosiy yo'l belgisi tuproqli shag'alli yo'lga nisbatan beton yoki asfalt qoplamasi bo'lsa, asosiy yo'l bo'lardi. Xo'p, endi bunda shu belgi o'rnatilgan joyda yo'lning qoplamasi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar teng ahamiyatli yo'llar kesishgan joylar oldida o'rnatiladi. Ushbu holatda haydovchi o'ng tomondan kelayotgan transport vositasiga yo'l berishi shart. Aks holda chorrahadagi harakatlanish tartibi buzilishi va yo'l transport hodisasi ro'y berishi mumkin. Xuddi shunday o'rnatiladi. Mana bu yerda hozir birinchi va ikkinchi avtomobil teng ahamiyatli chorraha yo'l belgisi bor. Bu yerda o'ng qo'l qoidasi ishlaydi. Haydovchilar o'ng qo'l qoidasi bo'yicha harakatlanishni davom etkazadi. Lekin faqat chapga buriladiganda haydovchilar o'ngga yoki to'g'ri ketadigan avtomobillarga doim yo'l berish kerak bo'ladi. Bu chorrahada ham, asosiy yo'lda ham ishlaydi bu qoida. Xo'p, 1.7 aylanma harakatlanish bilan kesishuv. Agar aylanma harakatlanish chorraha yo'li sharoiti, ya'ni burilish, past balandlik tufayli xavfsizlik ta'minlovchi masofadan ko'rinmasa, ya'ni aylanma harakat bizlarda kuruk deydi. O'sha aylanma harakat ko'rinmasa, bu belgi nima qiladi? Aholi punktida 50-100, aholi punktlaridan tashqarida 150-300 metrda o'rnatilib, bizni aylanma harakatlanish kesishuvi haqida yaqinlashib kelayotganligimiz haqida ogohlantiradi. Haydovchi tezlikni pasaytirib, chorrahaga, ya'ni aylanma harakatiga kirib kelishda yo'l berib, keyin aylanmaga kirish kerak bo'ladi. Doim mana bu yerda, chunki aylanmada harakatlanayotgan, chorrahasida harakatlanayotgan transport vositalari aylanaga kirib kelayotgan transport vositalariga nisbatan ustunlik ega. Mana bu rasmda ko'rsatilgan. Bizlarda ko'rinmayapti aylana bu yerda. Aholi yashash joyidan tashqarida 150-300 metrda o'rnatilyapti. Biz mana shu aylanaga yaqinlashayotganligimiz haqida qo'shimcha ravishda ogohlantiryapti. Doim yashil bilan oq avtomobil, shunda oq avtomobil yashil avtomobilga yo'l beradi. Nima uchun? U aylanmani ichida bo'lganligi uchun. Mana bu yerda mana buyuruvchi belgi bor. Aylanmaga harakatlanadigan transport vositasiga yo'l berish kerak bo'ladi. Doim aylanmada harakatlanadigan transport vositasi ustunlikka ega. Unga kirib keladigan avtomobillar aylanmani ichida harakatlanadigan avtomobillarga yo'l berish kerak bo'ladi. Keyingisi 1.8 svetofor tartibga soladi. Xo'p, bu yerda bu belgi hech qanday taqiqlamaydi hech narsani. Shunchaki bizga kichik shaharlarda svetofor kam qo'llanadigan joylarda bizni qo'shimcha ravishda oldindan ogohlantiradi. Ya'ni biz oldinda svetofor tartibga soladigan chorraha bor ekanligini eslatish ma'nosida. Mana bu yerda bu ham xuddi shunday, aholi yashash joylaridan tashqarida 150-300 metr, yetarlicha ko'rinmasi bo'lsa aholi yashash joylarida 50-100 metrda o'rnatilib, shu chorrahani svetofor tartibga solishini qo'shimcha ravishda ogohlantiradi. Xo'p, keyingisi 1.9 ko'tarma ko'prik. Bu belgi ko'tarma ko'prik yoki solda kesib o'tish joylari oldida, jumladan aholi punktlaridan 50-100 metr, aholi punktlaridan tashqarida 150-300 metr masofada o'rnatiladi. Aholi punktlaridan tashqarida ushbu 1.9 belgisi takrorlanadi va ikkinchisi belgi 50 metrdan kam bo'lgan masofada o'rnatiladi. Belgi ehtimol bor bo'lgan xavf-xatar haqida qo'shimcha ravishda haydovchilarni oldindan ogohlantiradi. Ya'ni mana bu yerda mana ko'rsatilyapti. Solda kesib o'tish kerak. Bu yerdan qachonki kema o'tsa, bu ko'prik ko'tariladi. Shunda haydovchi tezlikni nima qilish kerak bo'ladi? Pasaytirib to'xtab turish kerak bo'ladi. Bu yerda yana stop belgisi, to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan 2-5 belgisi ham o'rnatilgan bo'ladi. Haydovchi shu belgida ostida to'xtab turish kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi 1.10 sohilda chiqish. Ya'ni aholi yashash joylaridan tashqarida ko'proq takrorlanadigan belgi. Sohilda chiqish, ya'ni yo'lning o'ng yoki chap chetlarida
daryo o'rnatilgan bo'lsa, daryo bo'lsa, ko'l bo'lsa yoki ariqlar bo'lsa, katta ariqlar bo'lsa, o'sha joylarga chiqib ketish ehtimoli bo'lsa, haydovchini qo'shimcha ravishda bu belgi ogohlantiradi. Bu belgi ham xuddi shunday aholi punktlarida 50-100, aholi punktlarida tashqarida 150-300 metr masofada o'rnatilib, ikkinchi marta o'rnatilishi 50 metrdan kam bo'lmagan masofada o'rnatilib, xavfdan 50 metrdan kam bo'lmagan masofada o'rnatiladi. Haydovchini e'tiborini jalb etish uchun haydovchi bu belgida ko'rgandan keyin tezliklarini pasaytirib, ehtiyot choralarini ko'rish kerak bo'ladi. Mana bu yerda hozir sohilga chiqib ketish ehtimoli borligini ogohlantiradi. Agar haydovchi e'tibor bermay, tezlikni oshirmasa, boshqaruvni yo'qotib, sohilga, ya'ni okean, dengizga chiqib ketib qolish ehtimoli bor. Xo'p, keyingisi xavfli burilishlar. Xavfli burilishlarda belgisi umumiy 4 ta. Biri 11-1, biri 11-2, biri 12-1, biri 12-2. Bularning farqi nimada? Xavfli burilish 10 ga, xavfli burilish 10 ga, biri 11-2 xavfli burilish chapga, biri 12-1 xavfli burilishlar. Birinchi burilish 10 ga, ya'ni mana bu yerdan hisoblaymiz. Birinchi burilish 10 ga bo'lyapti mana bu yerda. Bunisida birinchi burilish chapga bo'lyapti. Xuddi shu, bu belgi 10 ga, biri 12, biri 12-2 esa chapga. Shundan ajratib olsak bo'ladi. Ya'ni bizni oldindan ogohlantiradi bu xavfli burilish qaysi tomonga ekanligini. Mana bunda bilsak bo'ladi. Bu ham aholi yashash joyida 50-100, tashqarida esa 150-300 metr masofada o'rnatilib, haydovchini qo'shimcha ravishda ogohlantiradi. Mana bu yerda mana birinchi burilish chapga, mana bu yerda chapga burilyapti. Bunisida birinchi burilish 10 ga. Keyingisi chapga bo'ladi. Xuddi shunday davom etaveradi. Keyingisi tik nishablik. Tik nishablik. Bu belgi aholi punktlarida 50-100, tashqarida 150-300 metrda o'rnatiladi. Tik nishablikda ko'pchilik adashadi. Bu belgini hisoblashni oson yo'li, siz o'ng tomondan, chap tomondan o'ngga qarab hisoblaysiz. Shunda ko'rinsa bo'ladi, shaklini ko'ra olasiz bemalol. Demak, bu tik nishablik, ya'ni balandlikdan pastga tushish deb tushunsangiz ham bo'ladi. Xo'p, aks holda mana bu yerda ta'rifi berilgan. Haydovchi yo'lning bunday qismlarida tezlikni kamaytirib, albatta uzatmalar qutisiga ulangan holda, ya'ni uzatmalar qutisiga ulangan bo'lishi kerak. Bu yerda g'ildiratib tush deyiladi. Unday mumkin emas. Uzatmalar qutisiga ulangan holda harakatlanishi shart. Aks holda avtomobil o'zini og'irligi bilan qiyalikdan inersiya kuchi vujudga keltirish, ortiqcha tezlikni olishi, natijada uni tormoz tizimi bilan to'xtatib bo'lmay qolish imkoniyati ortib ketadi. Oqibatda yo'l transport hodisasi sodir bo'lishi mumkin. Xuddi mana shu holatda tepalikdan pastga qarab tushyapti. Haydovchi uzatmalar qutiga ulangan holatda tushishi kerak. Tepalikdan pastga tushadiganda agar tik nishablikka, tik balandlikka chiqadigan avtomobil haydovchining oldida sun'iy to'siq bo'ladigan bo'lsa, nima qilish kerak bo'ladi? Sun'iy to'siq bor tomondagi avtomobil, ya'ni tog'dagi qandaydir toshlar tushib yo'lni qatnov qismini yopib qo'ygan bo'lsa, tik nishablikdan tushadigan avtomobil tomonda bo'ladi. Hozir bu holatda tik nishablikdan tushadigan avtomobil tomonda. Shunda bu oq avtomobil bu yerda chiqib keladigan mana bu ko'k avtomobilga yo'l beradi. Nima uchun? Bu agar hozir tezligini to'xtab turib, tezligini yana qaytadan boshlamoqchi bo'lsa, orqaga ketib qolish ehtimoli bor. Shuni hisobiga shunaqa qilib to'xtab yo'l berish kerak bo'ladi. Xo'p, bunisi tik balandlik. Buni ham hisoblash oson. Chapdan o'ngga qarab hisoblaymiz. Chapdan o'ngga qarab hisoblaganimizda biz tik balandlikda chiqayotganligimizni bilsak bo'ladi. Xo'p, bu belgi aholi punktlarida 50-100, punktlardan tashqarida 150-300 metr masofada o'rnatilib, tik balandlik qismi oldida o'rnatiladi va transport vositalari harakatlanayotgan yo'lda tik balandlik borligi haqida haydovchini ogohlantiradi. Bunda haydovchi kerakli uzatmani ulagan holda belgilangan tezlik me'yorini saqlab harakatlanish kerak. Aks holda transport vositasi to'xtab qolib, o'z og'irligi bilan orqaga harakatlanib qolish xavfi bor. Shunda nima qiladi? Qolgan transport vositalariga xavf solishi mumkin. Bu holatda haydovchi nima qilish kerak bo'ladi? Agar boyagi sun'iy to'siq endi bunda bor, shunda tik balandlikka chiqib boradigan avtomobil
teknik sharplikdan pastga tushib keladigan avtomobilga nisbatan imtiyozga ega bo'ladi. Birinchi o'tish huquqiga ega. Teknik sharplikdan tushadigan avtomobil, mana bu oq avtomobil avariya yo'loshlarini yoqib, bunga yo'l beradi. Sababi orqada keladigan avtomobillar bilishi kerak bunga to'xtab yo'l berganligini. Xo'p, keyingisi 1.15 sirpanchiq yo'l. 1.15 sirpanchiq yo'l belgisi 3 burchak shaklga ega bo'lib, qizil hoshiyali oq fonga sirpanayotgan avtomobillar tasvirlangan rasm tushirilgan bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda mana ko'rsatib turibdi, sirpanib ketishi mumkin. Endi sirpanchiq yo'l belgisi aholi punktlarida uchastka boshlanishida 50-100, aholi punktlardan tashqarida 150-300 metrda o'rnatiladi. Endi zamonaviy avtomobillarda turg'unligini ta'minlash tizimi, ya'ni SP elektron stabil program bo'lmasa, sirpanchiq yo'llarda haydovchi, ayniqsa haydovchilikni endi boshlagan haydovchilar uchun xavf tug'diradi. Sirpanchiq yuziga vaqtinchalik bo'lgan joylarda, masalan, ta'mirlash ishlari tufayli belgisi sariq fonda o'rnatilishi mumkin. Bu ta'mirlash ishlari olib borilayotgan haydovchilarni xavf haqida ogohlantirib, vazifasini bajaradi. Yomon ob-havo sharoiti bo'lishi mumkin, nam qoplama bo'lishi mumkin yo'llar. O'sha joylarda ham bu yo'l belgisi o'rnatiladi. Shunda haydovchi nima qilish kerak bo'ladi? Ehtiyot choralarini ko'rib harakatlanish kerak bo'ladi. Bu belgining 7-16 nam qoplama belgisi bilan birga o'rnatilishi belgi yo'lining qoplamasi nam yoki ho'l bo'lganligi ta'sirini bildiradi. Ya'ni mana bu belgi bilan ham qo'shimcha axborot belgisi bilan ham o'rnatiladi. Shunda haydovchi nima qilish kerak bo'ladi? Ehtiyot choralarini ko'rib harakatlanishni davom ettirish kerak bo'ladi. Yoki 1.15 belgisi sariq fonda bo'lsa vaqtinchalik, ya'ni shu ta'mirlash ishlari bo'layotgani uchun shu yer vaqtincha sirpanchiq. Xo'p. Endi sirpanchiq yo'lda avtomobil shinalari agar zimli yozgi qishki deydi, ya'ni zimli balonlar qo'yilgan bo'lsa, avtomobilni sirpanishini oldini oladi yoki mana bu zanjirlar qo'yilgan bo'lsa, juda ham sifatli bo'ladi. Avtomobil sirpanchiq yo'llarda harakatlanishi sirpanib ketmaydi. Buni qo'yib olgani yaxshi. Qishni muz qoplamalarda harakatlanadigan avtomobil haydovchisi. 1.16 notekis yo'l. Ushbu belgi aholi punktlarida 50-100, aholi punktlardan tashqarida 150-300 metr masofada o'rnatilib, yo'lning notekis ekanligini qo'shimcha ravishda, ya'ni qaloq bor ekanligini qo'shimcha ravishda ogohlantiradi. Ya'ni mana bu yerda ko'rsatilyapti. Shu belgidan 43 kilometrgacha notekis yo'l, qaloqlar bor degan. Yo'l notekis degan. Xo'p, keyingisi 1.17 tosh otilish xavfi. Bu belgi aholi punktlarida 50-100, punktlardan tashqarida 150-300 metr masofada o'rnatilib, tosh otilish xavfi bor ekanligini haydovchini ogohlantiradi. Tosh nima bo'lishi mumkin? Tosh bo'lishi mumkin, shag'al bo'lishi mumkin, shunga o'xshashlar otilishi mumkin. Shunda haydovchini nima qiladi? Qo'shimcha ravishda ogohlantiradi. Haydovchi tezlikni kamaytirib, xavfsiz oraliq masofani saqlab borishi lozim. Xo'p. Keyingisi 1.18.1, ya'ni yo'lning torayishi, 1.18.2 o'zi 3 ta, yo'lning ikki tomondan torayishi 1.18.1, bunisi yo'lning o'ng tomondan torayishi, 1.18.2 yo'lning chap tomondan torayishi. Haydovchini nima qiladi? Qo'shimcha ravishda qaysi tomondan torayishini oldindan ogohlantiradi. Xo'p, keyingisi ikki tomonlama harakatlanish. Bu belgi aholi punktlarida 150-100, aholi punktlardan tashqarida esa 150-300 metr masofada o'rnatilib, harakat ikki tomonlama tashkil qilingan joylarda o'rnatiladi. Mana bu yerda endi harakat ikki tomonlama tashkil qilinyapti. O'rtada ajratuvchi mintaqa bor edi. Yo'l ta'mirlash ishlarini olib boriladigan sababli mana bu yerda harakatlanish ikki tomonlama bo'lyapti. Shunda haydovchi ehtiyot choralarini ko'rib harakatlanish kerak. Yo'lning tor qismi bo'lib qoladi. Sababi avtomobillar ajratuvchi mintaqadan uzilib, qatnov qismi ikki tomonlama, harakatlanish ikki tomonlama bo'lyapti. Shunda haydovchilar ehtiyot choralarini ko'rib harakatlanish kerak bo'ladi. Piyodalar o'tish joyi. Bu yerdan qatnov qismini piyodalar kesib o'tish kerakligini ogohlantiradi qo'shimcha ravishda. Haydovchi
ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Qatnov qismidan piyodalar o'tib qolishi mumkin. Mana bu belgi o'rnatiladi. Piyodalar o'tish deb piyodalar o'tish joyini bizlarga oldindan ogohlantiradi. 50-100 metr masofada aholi punktlarida, tashqarida 150-300 metr masofada ogohlantiradi. Lekin yaqin orada 50-100 metrdan keyin piyodalar qatnov qismini kesib o'tadi. Yo'l belgisi va zebra chizig'i bor. Shu yerda haydovchi piyodalarga yo'l berish kerak bo'ladi. Xo'p. 121 bolalar. Bu belgi endi maktab, bog'cha, oromgohlar, sayrgohlar, shunga bolalar ko'p o'qiydigan, ta'lim oladigan joylarda bo'ladi. Ya'ni qatnov qismini bolalar nima qilishi mumkin? Kesib o'tishi mumkin. Bunday vaziyatda haydovchi yo'lning mazkur xavfli qismida ehtiyotkorlik bilan harakatlanish kerak bo'ladi. Chunki har qanday holatda bolalar qatnov qismini kesib o'tishi mumkin. Bu ikkinchi marta takrorlanishi 50 metr, xavfga 50 metr qolgan masofada takroran o'rnatiladi. Mana bu yerda takroran 50 metr qolganda o'rnatilyapti. Ya'ni shu bolalar kesib o'tish joyiga 50 metr qolganda o'rnatilyapti. Xo'p. Keyingisi 122 velosiped yo'lkasi bilan kesishuv. Velosiped yo'lkasi bilan kesishuv belgisi qizil hoshiyali uchburchak shaklda bo'lib, uning markazida oq fonda rangda velosiped tasviri tushirilgan. Mana tasviri oq fonda, ichida velosiped tasviri tushirilgan qora rang bilan. Shunday qatnov qismini velosiped kesishuv borligini bizga qo'shimcha ravishda nima qilyapti? Ogohlantiryapti. Haydovchi velosiped yo'lkasida yo'lning qatnov qismida kesishuvda joyga yaqinlashayotganligi to'g'risida velosiped yo'lkasi bilan kesishuv borligini nima qiladi? Ogohlantiradi. Velosiped yo'lkasi yoki velosiped yo'lkasining velosiped harakatlari uchun mo'ljallangan tasmalarni bildiruvchi 1.26 yo'l chizig'i bilan belgilanadi. Velosiped yo'lkasi yo'lning qatnov qismi bilan kesishgan joyda yo'lning velosiped yo'lkasi kesib o'tayotgan joyini bildiruvchi 1.15 yo'l chizig'i chiziladi. Ya'ni mana bu holatda velosiped yo'lkasi bilan kesishuv borligini ogohlantiryapti. Mana bu chiziqlar to'rt burchak kvadrat shaklda chizilgan chiziqlar shu qatnov qismini velosiped yo'lkasi kesib o'tganligini bildiradi. Haydovchilar velosiped yo'lkasidan o'tadiganda yo'l berish kerak bo'ladi. Qachonki svetoforni bu yerda svetofor tartibga solyapti shu velosiped yo'lkasi bilan transport vositalari kesishgan joyini. Haydovchi svetofor chiroqlariga amal qilib harakatlanishni davom etkazadi. Bunda endi svetofor yo'q. Velosipedchilar avtomobillarga yo'l berib qatnov qismidan kesib o'tsa bo'ladi. Endi agar zarur ehtiyoj bo'lsa, qo'shimcha axborot belgisi ham qo'yiladi. Ya'ni bu yerda hozir 500 metrdan keyin velosiped yo'lkasi kesishmasi bor ekanligini ogohlantiradi bizlarga. Ta'mirlash ishlari 123. Ta'mirlash ishlari belgisi ogohlantiruvchi belgilarning an'anaviy bo'lgan uchburchak shakliga ega, ya'ni ogohlantiruvchi belgilarning umumiy an'anaviy shakli uchburchak. Shu shaklga ega qizil hoshiya belgi oq fonda ta'mirlash ishlari bajarayotgan odam tasviri tushirilgan. Mana bu yerda mana odam tasviri, shu ta'mirlashlar olib borilayotgan odam tasviri tushirilgan. Bu endi shu qatnov qismida ta'mirlashlar olib boriladiganligi tufayli bu belgi qo'yilgan. Ta'mirlashlar turli xil: asfalt yotqizish, chuqurlarni ta'mirlash, yo'l chiziqlarini yangilashdan tortib daraxtlarni kesish, svetofordagi chiroqlarni almashtirishgacha bo'lgan mumkin. Bu shuni anglatadiki, yo'lda ishchilar, maxsus texnikalar bo'lishi mumkin. Yo'lning bu qismida yo'l qoplamasi yoki yo'l chetidagi ariq olib tashlanishi mumkin va yo'l hududida qanday ish olib boriladigan qat'iy nazar haydovchi ko'proq e'tibor talab qiladi. Haydovchi yodda tutishi kerak, yo'l xizmat xodimlari ta'mirlashlar paytida tartibga soluvchining vakolatlarini oladilar va istalgan vaqtda transport vosita oqimini to'xtatadi va yo'lning yo'nalishi, shuningdek ularga to'sqinlik chetlab o'tishini yo'nalishlarini ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun yo'l xizmat xodimlari kiyimi jezel ushlab turgan odamni ko'rib hayron bo'lmasligi kerak. Ya'ni mana bu yerda mana siz shuni qo'lida jezel yoki bayroqlar bo'lsa, siz hayron bo'lmang, bular tartibga soluvchi vazifasini bajaradi shu yerda ta'mirlashlar olib boriladigan joyda. Endi mana bu belgilar ham qo'yiladi. To'siqni chapdan, bunisi to'siqni o'ngdan chetlab o'ting degan ta'mirlashlar olib boriladigan sabab.
Bunisida to'siqni o'ngdan yoki chapdan chetlab o'ting belgilari bor. Agar bunga yana ehtiyoj bo'lsa, qo'shimcha ravishda ehtiyoj seziladigan bo'lsa, qo'shimcha axborot belgisi o'rnatiladi. Bu belgining tagida bizga qo'shimcha ravishda ogohlantiradi. Ya'ni 400 metrdan keyin ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Haydovchi tezligingni pasaytirib, ehtiyot choralarini ko'rib bor degan maqsadda. Xo'p, endi bunisi yo'lning yoqasida ta'mirlash ishlari olib boriladigan bo'lsa, qo'shimcha axborot belgisi ham o'rnatilishi mumkin. 7-12, ya'ni yo'lning yoqasida ta'mirlash ishlari olib boriladi, yo'lning yoqasiga chiqish taqiqlanadi. Ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Yoki mana vaqtinchalik belgilar ham qo'yiladi. Bu yerda hozir vaqtincha svetofor tartibga soladigan vaqtincha yo'l belgisi, ta'mirlash ishlari olib boriladigan vaqtincha. Ikkala belgi ham vaqtincha. Shu yerda mana bu tartibga yo'l xizmat xodimlari ta'mirlashlari olib boriladiganligi sababli svetofor bilan tartibga solib, qaysidir tomondagi avtomobillarni birinchi o'tkazib borib, qarama-qarshi yo'nalishdagi avtomobillarni to'xtatib turyapti. Sababi bu yerda yo'lning qatnov qismi kengligi kichkina, bular ta'mirlash ishlari olib borilayotganligi sababli shunda bular haydovchilar, yo'l xizmat xodimlari bularni tartibga solib, navbat bilan o'tkazishga harakat qilyapti. Qatnov qismini tirbandligini olish maqsadida. Xo'p, 124 mol haydab o'tish. Bu belgi ogohlantiruvchi belgilar aholi yashash joylarida 50-100, tashqarida 150-300 metr masofada o'rnatiladi. Zaruriyat bo'lganda 711 qo'shimcha axborot belgisi ko'rsatilgan boshqa masofada ham o'rnatilishi mumkin. Agar zarurat bo'lsa 711 qo'shimcha axborot belgisi bilan o'rnatiladi. Ya'ni 400 metrdan keyin mol haydab o'tish joyi bor degan ma'noda. Endi bu belgi shu asosan shu tog'li joylarda yoki yaylov qirg'oq dalalarda o'rnatilishi mumkin. Sababi o'sha joydan mol yoki katta bir to'da mollarni haydab o'tish ehtimoli bor bo'lgan joylarda qo'yiladi. Bunda ham haydovchi ehtiyot bo'lib o'tishi kerak, chunki har qanday vaziyatda mollarni ular haydab o'tishi mumkin. Keyingisi 125 yovvoyi hayvonlar. Ya'ni yovvoyi hayvonlar endi qayerda bo'ladi? Yovvoyi hayvonlar asosan o'rmonlarda, tog'li joylarda, qo'riqxonalar, shunga o'xshash joylarda o'rnatilgan bo'ladi. Haydovchi bunda ham ehtiyot choralarini ko'rib harakatlanishi kerak, chunki ular baribir hayvon. Qatnov qismidan o'tib qolishi mumkin har qanday joydan. Endi o'rmonlarda o'rnatiladi asosan, bu yerda qo'shimcha axborot bilan o'rnatilyapti. O'sha ehtimoliy o'tish joylari bor. O'sha 300 metrdan keyin yovvoyi hayvonlar qatnov qismidan o'tib qolishi mumkin. Haydovchi ehtiyot bo'lishi kerak bo'ladi. 125 pastlab uchuvchi qushlar. Bu belgi aholi punktlarida xavfli joyda 50-100, tashqarida 150-300 metr masofada o'rnatilib, shu pastlab uchuvchi qushlar bor ekanligini ogohlantiradi. Zarurat bo'lganda bu belgi ham 711 qo'shimcha axborot belgisi bilan ko'rsatilgan masofada o'rnatilgan bo'lishi mumkin. Endi bu asosan daryolarning yonida ham bo'ladi yoki o'rmonlar ichida ham bo'ladi. Shu yerda qushlar pastlab uchishi mumkin. Haydovchi ehtiyot bo'lishi kerak, chunki haydovchini ko'rinishi yoki chalg'itishi mumkin qo'shimcha ravishda. Keyingisi kemiruvchi. 125 kemiruvchi va sudralib yuruvchi hayvonlar. Belgi uchburchak shaklga ega, qizil hoshiyali, belgining oq foniga tipratgan surat tasvirlangan. Mazkur belgi haydovchilar yo'lda turli kemiruvchilar va sudralib yuruvchi hayvonlar chiqib qolishi ehtimolini borligi haqida ogohlantiradi. Endi kemiruvchi va sudralib yuruvchi hayvonlar belgisi turli hayvonot olamini asrash va haydovchini mavjud xavf-xatarlardan ogohlantirish uchun ko'proq o'rmon, to'qaylar yaqinida, tog' va tog' oldi hududlarida va boshqa turdagi hayvonlar yo'lda chiqib qolish ehtimoli bor bo'lgan joylarda o'rnatilishi mumkin. Belgi ta'siri orasida haydovchi tezlikni kamaytirish va diqqat e'tiborini oshirishi zarur. Inson psixologiyasi shunday, ya'ni oldidan qandaydir bir to'siq chiqib qolsa, hayvonmidi va boshqa narsa chiqib qolsa, nima qilish kerak? Doim uni chetlab o'tishga, aylanib o'tishga harakat qiladi. Qarama-qarshi tomonga o'tib ketib qolishi mumkin yoki qatnov qismi chetiga o'tib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun haydovchi shu belgida ehtiyot choralarini ko'rib harakatlanish kerak bo'ladi. Xuddi mana bular sudralib yuruvchilar, kemiruvchilar qatnov qismiga chiqib qolishlari mumkin. Keyingi belgi 126 toshlar tushishi.
yo'l belgisi haydovchini yo'lning qatnov qismida toshlar tushishi, ko'chkilar, qor ko'chkilari, hatto sel tushishi ham mumkin bo'lgan qismida yaqinlashayotganligi haqida ogohlantiradi. Haydovchi toshlar tushishi belgisi ko'rib, yo'lda yuqorida tushgan kutilmaganda to'siqqa yoki aksincha har qanday vaqtda yuqorida nimadir qulashiga tayyor bo'lishi kerak, tayyor turgan bo'lishi kerak. Har qanday vaqtda tosh tushib qolishi mumkin ehtimoli bor. Xuddi shunday mana bu belgilar o'rnatilgan joyda, qir-adir dalalarda yoki tog'li hududlarda tosh xavfi bor bo'lgan joylarda o'rnatiladi. Haydovchi har qanday holatda tosh tushib qolish ehtimoli borligidan qo'shimcha ravishda ogohlantirib, ehtiyot choralarini ko'rish kerak bo'ladi. 127 yollanma shamol. Bu belgi ogohlantiruvchi belgi aholi punktlarida 50-100, tashqarida 150-300 metr masofada o'rnatilib, zarurat bo'lganda qo'shimcha axborot belgisi bilan ham boshqa masofada o'rnatilgan bo'lishi mumkin. Endi shu yerda yollanma shamol bor. Haydovchi yollanma shamollarda ehtiyot choralarini ko'rib harakatlanish kerak bo'ladi. Ya'ni yopiq joydan birdan ochiq joyga chiqqanda yollanma shamol bo'lsa agar transport vositasini harakatiga to'sqinlik qilib xalaqit berishi mumkin. Juda ham shamol kuchli bo'ladigan bo'lsa, transport vositasini ag'darib yuborishi ham mumkin. Haydovchi shunda ehtiyot choralarini ko'rib boshqaruv rulini mahkam ushlab harakatlanish kerak bo'ladi. Keyingisi 128 pastlab uchuvchi samolyotlar. Bu endi hamma oson bilish buni sababi samolyot qayerda bo'ladi? Aeroportlar bor joyda bo'ladi. Shunda haydovchi demak samolyotlar uchadigan, pastlab uchadigan joy aeroport yaqin ekanligini bilsa bo'ladi shu belgilarni ko'rgandan keyin. Bu belgi ham xuddi shunday aholi yashash joylarida 50-100, tashqarida 150-300 metr masofada o'rnatilib, zarurat bo'lsa qo'shimcha axborot belgisi ham o'rnatiladi. Xo'p, 129 tonnellarda tonnel belgisi. Bu belgi ba'zi bir cheklovlar bor. Hozir bu cheklovlarni navbatdan-navbat tushuntirib ketaman. Xo'p, qanday cheklovlar bor? Tonnel ogohlantiruvchi belgisi odatiy ko'rinishi kabi qizil hoshiyali oq uchburchak shakliga ega bo'lib, uning markazi tonnelning sxemasi tasviriy tushirilgan. Ya'ni mana bu yerda tonnellar tasviriy tushirilgan. Shunda tonnel tasviriy tushirilgan belgini ko'rganda haydovchiga qanday imtiyozlar beradi, ya'ni nimalar taqiqlanadi, hozir navbat bilan tushuntirib ketaman. Xo'p, tonnellar qanaqa bo'ladi? Tonnellarda tabiiy yoritish imkonsiz bo'lgan, sun'iy yoritilgan yoki yoritilmagan, uzoqqa cho'zilgan tonnellarga yaqinlashayotganligi haqida haydovchini qo'shimcha ravishda ogohlantiradi. Agar tonnelga kirishda uning qarama-qarshi tomoni ko'rinmasa, 129 belgisi yoki 721 ta'sir oraliq belgisi qo'llanilishi mumkin. Tonnel yo'l belgisini ko'rganda haydovchi tezlikni pasaytirib, kerakli tezlikka o'tib, tezlikni amalga oshirishga kerak bo'ladi. Ya'ni tezlikni pasaytirib, xavfsiz choralarni ko'rish kerak bo'ladi. Xo'p, tonnellarda nimalar taqiqlanadi? Tonnellarda qayrilib olish taqiqlanadi. Yo'l harakat qoidalarining 62-bandida ko'rsatilgan. Tonnellarda orqaga harakatlanish taqiqlanadi. To'xtab turish taqiqlanadi. Sutkaning qorong'u vaqtida yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda, shuningdek yo'lning yoritilganligidan qat'iy nazar tonnellarda harakatlanadigan transport vositasi quyidagi yoritish asboblarini yoqilgan bo'lishi kerak. Ya'ni yo'lning yoritilganligidan qat'iy nazar tonnelda sutkaning qorong'u vaqtida deyiladi faqat. Yoritilganidan qat'iy nazar barcha mexanik transport vositalari va mopedlarda uzoqni yoki yaqinni yorituvchi fara chiroqlari yoqilgan bo'lishi kerak. Velosipedlarda fara yoki chiroqlar agar mavjud bo'lsa, tirkamalarda va shatakka olingan mexanik transport vositalarida gabarit fara chiroqlari yoqilgan bo'lishi kerak. Bu qoidalar bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi. Xo'p, keyin yo'l harakat qoidalarining 34-moddasi tonnel belgisi ko'pchilik ogohlantiruvchi belgilar kabi xavfli hudud boshlanishidan oldin bu aholi punktlarida 50-100, aholi punktlardan tashqarida 150-300 masofada o'rnatiladi. Agar yana qo'shimcha ravishda kerak bo'lsa, 711 qo'shimcha axborot belgisi bilan obyektgacha bo'lgan masofada o'rnatiladi. Xuddi mana shu holatda o'rnatiladi. Bu yerda hozir belgidan tonnelgacha 300 metr borligini ogohlantiradi. Bu belgida
400 metrdan keyin tunnel boshlanishi haqida ogohlantiryapti. Xo'p, 1.30 boshqa xavf-xatarlar. Belgi ogohlantiruvchi belgilarning odatiy shakliga ega. Bu ham 3 burchak. Endi bunda boshqa har qanday xavf-xatar bo'lishi mumkin. Yovvoyi hayvon chiqib qolishi mumkin, tosh chiqib qolishi mumkin yoki sirpanchiq bo'lishi mumkin yo'l. Xuddi shu har qanday xavf-xatarni tasvirlash, demak, iloji yo'q xavf-xatarlar bormi? O'sha xavf-xatarlarni oldindan o'rnatilib, haydovchi nima qilish kerak bo'ladi? E'tiborini bir joyga jamlab, xavfsizlik qoidalariga e'tibor berib, tezliklarni kamaytirib, ehtiyot choralarini ko'rib harakatlanish kerak bo'ladi. Bu yerda mana ko'rinyapti, har xil xavflar bu sirpanchiq bo'lishi mumkin, yo'lda ta'minlashlar olib boriladigan mumkin, yetarlicha ko'rinmas joylarda. Mana bu yerda mana yetarlicha ko'rinmayapti, yana yo'l sirpanchiq yoki o'rmonlar ichida sirpanchiq bo'lishi mumkin. Endi yomg'ir yoqqanda ayniqsa sirpanchiq bo'ladi. Shunda haydovchi ehtiyot choralarini ko'rib harakatlanish kerak bo'ladi. Keyingisi 1.31 sun'iy yo'l notekisligi. Bu sun'iy yo'l notekisliklari hozir ko'payib ketdi. Sababi yo'llar tekis bo'lgan sari sun'iy yo'l notekislari ham ayniqsa aholi punktlarining ichida, turar joy dahalarida sun'iy notekisliklar juda ham ko'p o'rnatilyapti. Buning o'zini o'rnatish tartiblari bor. Hozir shu haqida gaplashamiz. Xo'p, 1.31 yo'lning notekisligi belgisi tezlikni ataylab kamaytirish uchun yo'lda sun'iy notekislik o'rnatilganligi haqida ogohlantiradi. Shunday vaziyat bo'ladiki, haydovchi tezlikni qanday bo'lmasdan kamaytirish kerak bo'ladi. Ya'ni siz xohlaysizmi yo'qmi, notekislik bo'lgandan keyin baribir avtomobilingizga qandaydir zarar tegmasligi uchun tezligingizni kamaytirishingiz kerak bo'ladi. Bu odatda bolalar o'yin maydonchalari, ta'lim muassasalari, hovli maydonlari yoki piyodalar o'tish joylarining yaqindagi yo'llarda talab qilinadi. Buning uchun yo'llarda sun'iy yo'l notekisligi qavariq joy o'rnatiladi. Agar siz undan yuqori tezlikda harakatlanmoqchi bo'lsangiz, mashinaga va haydovchiga hajmi jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Haydovchi tezlikni pasaytirib, uni to'siq haqida o'z vaqtida ogohlantirish kerak. Ya'ni mana shu belgi haydovchini ogohlantiradi. Xo'p, haydovchiga sun'iy notekislikda harakatlanayotgan bildiruvchi 1.31 belgisi odatda aholi punktlarida sun'iy notekislik boshlanishidan 50-100, aholi punktlaridan tashqarida 150-300 metr masofada o'rnatiladi. Masofadagi farq aholi punktlaridan tashqarida yo'llarda haydovchilarning yuqori tezlikda harakatlanib, xavfsizlik tezligini kamaytirish uchun ko'proq vaqt talab qilishi bilan bog'liq. Agar 1.31 sun'iy notekislik belgisi boshqa masofada o'rnatilishi zarur bo'lsa, qo'shimcha axborot belgisi bilan ham o'rnatilishi mumkin. Ya'ni mana bu joyda o'rnatilishi mumkin. Haydovchi nima qilish kerak bo'ladi? Tezliklarni pasaytirib, ehtiyot harakatlanish kerak bo'ladi. Sun'iy notekislik belgisi xuddi mana shunaqa shaklda yoki bu shaklda belgilanib qo'yilishi kerak bo'ladi. Endi bu yerda ta'lim muassasasi, maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari borligi uchun o'rnatilyapti. Haydovchi xohlaydimi yo'qmi, shu endi transport vositasiga zarar yetmasligi uchun tezlikni pasaytirib harakatlanishni davom etkazadi. Xo'p, burilish yo'nalishlari 1.31 burilish yo'nalishini ko'rsatyapti. Bu belgilar ikki xil shaklda ko'rgan bo'lsangiz, mana e'tibor bersalaringiz, ikki xil shaklda, ranglari ham ikki xil. Bunda qizil, oq, bunda esa qora, sariq rangda. Endi buni farqi nimada deyiladigan bo'lsa, belgini farqi bu belgilar burilishda ko'rinish cheklangan bo'lishi yoki juda kichik radiusga ega bo'lishi mumkin. Haydovchi tezlikni cheklangan belgisida agar mavjud bo'lsa, ko'rsatilgan tezlik chegarasida kamaytirishi va burilish bo'ylab harakatlanish uchun eng mos trayektoriyani tanlashi tavsiya etiladi. Haydovchi boshqa ogohlantiruvchi belgilardan farqli o'laroq 1.31 burilish yo'nalishi belgisini kichik radiusli yo'lning o'ng tomonida burilish boshlanishidan 50-100 metr oldinda emas, balki to'g'ridan to'g'ri burilish oldida, ya'ni bu belgi oldinda o'rnatilmaydi. 50-300 metr yoki 100 metr masofada o'rnatilmaydi. Aynan shu burilish oldida o'rnatiladi. Xo'p, endi burilishni o'zida 1.5 dan 2 metrgacha balandlikda o'rnatiladi. Ya'ni 1.5-2 metr masofa balandlikda o'rnatiladi. Bir strelkali belgi esa 4 tadan kam bo'lmagan miqdorda egri chiziq bo'lib,
har bir belgining orasida 20 metr masofa bo'ladi. Ya'ni mana bu sariq belgi to'rttadan kam bo'lmaydi va orasida 20 metr masofa bo'ladi. Xuddi mana shunday ko'rinishda rasmda ko'rsatilgan orasidagi masofa 20 metr bo'ladi, to'rttadan kam bo'lmaydi. Bu esa bitta bo'ladi. Bitta o'rnatilgan 2 metr balandlikda haydovchi nima qilish kerak bo'ladi? Bu ajratuvchimi yoki hovli dahalarga, boshqa yo'nalishlarga kirishni taqiqlamaydi, faqat xavfli burilish borligini qo'shimcha ravishda ogohlantiradi. Burilish yo'nalishi endi bunda chap tomonga burilish yo'nalishi. Bu ham xuddi oldindagi 1.31 bilan bir xil yo'l belgisi bilan bu belgi ham shunday burilish yo'lida 1,5 metrdan 2 metr balandlikda o'rnatilib, haydovchini qaysi tomonda burilish yo'nalishi o'zgarayotganligini ko'rsatadi. Bu belgida ham xuddi shunday o'ng tomonga hozir taqiqlanmagan, bemalol harakatlansa bo'ladi avtomobil, lekin xavfli burilish chapga ekanligini ko'rsatyapti. To'g'riga harakatlanib ketmaslik uchun tunda qorong'i vaqtida haydovchilar shu yerda burilish borligini bilmay qolishlari mumkin. Keskin burilish chapga ekanligini ko'rsatyapti. Endi burilish yo'nalishi 1.31. Bunda ham chapga ham o'ngga bo'lyapti. Bu belgi ham nima bo'ladi? Belgi burilish boshlanishidan 50-300 metrda emas, balki to'g'ridan to'g'ri burilish oldida o'rnatiladi va haydovchining e'tiborini tortish maqsadida sariq bo'lishi mumkin yoki qora rangda bo'lishi mumkin. Ichidagi mana bunda sariq qora rang chizilgan foydalanilgan, bunda esa oq qizil rangdan foydalanilgan. Ikkalasi ham bir xil. Qaysi belgi haydovchiga tashlanishi yaxshiroq bo'lsa, ko'rinishi yaxshiroq bo'lsa, o'sha belgi tanlanadi. Bu belgidan orqaga qayrilib olish mumkin, taqiqlanmaydi. Bu belgi o'rnatilgan kesishmada, masalan bu hozir T-simon chorraha deyiladi. T-simon chorrahada qayrilib olish mumkin, taqiqlanmaydi. Tirbandlik. Bu belgida tirbandlik ko'proq bo'ladigan joylarda oldinda o'rnatiladi. Haydovchilar o'sha yerda tirbandlik bo'lishini qo'shimcha ravishda ogohlantiradi. Haydovchi vaqtidan unumli foydalanish maqsadida shu belgi o'rnatilganda bilish kerak. Shu belgiga yaqinlashganda bu ham aholi yashash joylarida 50-100, tashqarida 150-300 metr masofada o'rnatilib, haydovchini oldindan ogohlantiradi. Ya'ni haydovchi tirbandlikka yaqinlashib kelib, sen doim o'sha joyda tirband bo'ladi deb ogohlantiradi. Haydovchi o'ziga chorrahaga kirish, aynan o'sha kesishmaga o'tishdan oldin nima qilish kerak bo'ladi? Tirband bo'lmagan yo'lni tanlab davom etish kerak bo'ladi. Mana bu holatda, mana bu rasmda tirband yo'l. Shunda haydovchi o'ng tomonga ketish kerak bo'ladi. Ya'ni tirband yo'lga o'tmaydi, chunki vaqtini yo'qotishi mumkin. Shu yo'nalishda boshqa tomondan aylanib o'tib ketsa bo'ladi. Qatnov qismi kesishuv hududi 1.33. Xo'p, 1.32 yotiq chiziq bilan belgilangan chorrahada yaqinlashayotganligini anglatib, oldida tirbandlik yuzaga kelganligi tufayli majburiy to'xtab, ko'ndalang yo'nalishdagi transport vositalarining harakatlanishiga to'sqinlik tug'diradigan bo'lsa, chorrahaga kirish, agar to'xtash chizig'i yoki 5.30 yo'l belgisidan o'tib bo'lgan haydovchi esa qatnov qismini kesmasiga kirishi taqiqlanishini bildiradi. Ya'ni vaqtli chiziq deyiladi. Bu yerda vaqtli chiziq deb o'zi qo'llanyapti O'zbekistonda. Shu qatnov qismiga haydovchi kirishi, qolib ketishi taqiqlanadi. Piyodalar o'tish joyidan o'tib to'xtasa bo'ladi. Lekin qatnov qismi mana shu qatnov sariq chiziq, vaqtli chiziq deyiladi. O'sha chiziqda qolib ketish mumkin emas. Qatnov qismi mana shu. Qatnov qismida qolib ketish mumkin emas haydovchi. Agar bormoqchi bo'lgan yo'nalishi band bo'ladigan bo'lsa, o'ngga yoki chapga ketsa bo'ladi. Shu yo'nalishga bora olmaydi, lekin taqiqlanadi. Xo'p, 1.34 diqqat boshqariladigan to'siq. Ushbu belgi boshqariladigan to'suvchi qurilmasiga yetmasdan o'rnatilib, transport vositalarini haydovchilarga oldinda to'suvchi qurilma borligi haqida ogohlantiradi. Endi to'suvchi qurilma bu nima? Shlagbaum, buni navbatchi yoki temir yo'l izida ishlaydi. Haydovchi shu boshqariladigan qurilma borligini bilib, ehtiyot choralarini ko'rib, agar taqiqlash, semaforni taqiqlash chirog'i yonganda, qizil yonganda to'xtash kerak bo'ladi. Shlagbaumni o'z boshimchalik bilan ochish taqiqlanadi. Aylanib yopiq turgan shlagbaumni aylanib o'tib ketish ham taqiqlanadi. Mumkin emas.
Xo'p, piyodalarning yo'lning yoqasida yurish mumkin bo'lgan hudud 1.35. Bu belgi ogohlantiruvchi belgi bo'lib, piyodalarni tasviri qizil hoshiyali uchburchak tushirilgan. Piyodalarning tasviri. Ya'ni qatnov qismini chetida piyodalar harakatlanishi mumkin bo'lgan joylarda, bu ham aholi yashash joyida 50-100, aholi yashash joyidan tashqarida 150-300 metr masofada o'rnatilib, haydovchini qo'shimcha ravishda ogohlantiradi. Ya'ni piyodalar qatnov qismini chetida harakatlanadi. U piyodalar yo'lkasi qatnov qismi bilan bir xil sathda balandlikda. Ya'ni bir xil balandligi trotuar bo'lardi. U trotuar qatnov qismidan bordyur bilan ajratilib, balandlik bilan belgilanadi alohida. Ogohlantiruvchi belgilar punktlarda xavfli joyda 50-100 metr qolganda o'rnatilib, haydovchini qo'shimcha ravishda ogohlantiradi va haydovchi ehtiyot choralarini ko'rib harakatlanish kerak bo'ladi. Xo'p, agar nishablik va balandlikka ketma-ket kelganida bo'lsa, 1.13 va 1.14 belgilar bevosita nishablik va balandlik oldida o'rnatilishi mumkin. Aholi punktlarida tashqarida esa 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.21 va 1.23 belgilari takrorlanadi. Ikkinchi belgi yo'lning xavfli qismi boshlanishidan kamida 50 metr qolganda o'rnatilib, agar qatnov qismida qisqa muddatli yurishlar olib boriladigan bo'lsa, 1.23 belgisi bilan ish bajariladigan joyga 10-15 metr masofa yetmasdan qo'shimcha 7.1 qo'shimcha axborot belgisiz o'rnatilishi mumkin. Bunda haydovchi ehtiyot choralarini ko'rishga kerak bo'ladi. Xo'p, agar savol bo'lsa, mavzu bo'yicha tushunmagan joylaringiz, savollaringiz bo'lsa, kommentariyada savollaringizni berishlaringiz mumkin. Keyingi darslarda aynan sizlar bergan savollar bo'yicha javoblar berishga harakat qilaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.